Bugün har oy ve 300 kilomiz havalarımız bu. Yig'ilishimizning asosiy maqsadi sizlarni kreditga bo'lgan ehtiyojlaringizni o'rganib, bankda bor kreditlar bilan tanishtirib, bankda kredit olishda qanaqa hujjatlar talab qilinadi, qanday hujjatlar kerak, keyin qanaqa tartibda beriladi, necha yil muddatga imtiyozlari qancha, shular bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Keyin sizlarda bo'ladigan savollar bo'lsa, savollaringizni bersangizlar, hammasini bir javob beramiz. Bugungi kunda xabarlaringiz bor. 312-qaror bo'yicha kredit mablag'i ajratib kelyapmiz. 7 yil muddatga 3 yilgacha imtiyoz davr bilan xotin-qizlarimizga 18% dan 2% kamaytirilgan. Boshqa yuridik shaxsning rahbari erkak kishi yigit kishi bo'lsa 20% dan 7 yil muddatga 3 yilgacha imtiyoz davr bilan. Bunda chorvachilik, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish yo'nalishlarida ajratamiz. 2 va undan ziyod bo'sh ish o'rinlari yaratiladi. Shu kredit ajratishimiz orqali. Bundan tashqari yuridik shaxslarga kreditlarimiz, undan ziyod kreditlarimiz bor. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. Express kredit liniyasi bo'yicha 3 xil yo'nalishda kredit mablag'i ajratamiz. Express aylanma, Express auto, Express kredit. Express aylanma kreditimiz aylanma mablag'larni to'ldirish uchun beriladi. 15 milliondan 1 million so'mgacha. Zalog mol-mulk qo'yilgan taqdirda 26% dan, sug'urta polisi bilan 28.9% dan ajratiladi. 18 oy muddatga 4 yilgacha imtiyoz bilan ajratiladi. Bunda kerak bo'ladigan hujjatlar mana shu Express kreditimizga ariza, yuridik shaxsning nizomi, guvohnoma litsenziyasi, rahbar va ta'sischi pasportlari, kredit olish yuzasidan ta'sischilarning yig'ilish umumiy yig'ilish bayoni, korxona moliyaviy hisoboti, moliyaviy natija va balans hisoboti, garov egasi bo'lgan korxona